Mana biz hozir operatsiya olgan bemorimizda o'ng tuxumdon o'smasini to'g'ri ichakka to'liq o'sib kirib ketganligi va to'g'ri ichak tutqichlariga o'sib kirib ketganligi va hamda chap siydik nayini mana bu tomonda penset juda kengayib ketganligi, mana kengayib ketgan 2 santimetrgacha va bundan pastda esa bu tor bo'lib turibdi siydik nayi. Mana bu yerda ham o'sma o'sib o'tgan. Mana shu bemorda biz hozir bachadon ekstirpatsiyasi va tuxumdon kistasini to'liq olish, limfa disseksiya va to'g'ri ichakning oldingi pastki reseksiya operatsiyasini bajaramiz. Bu yerda yana asorati to'g'ri ichakning 12 santimetrga o'sib kirib, ichakni perforatsiya bergan va ichakdan ko'p miqdorda yiring kelishni boshlagan. Mana ko'rib turganingizdek bu tomoni kengayib ketgan, mana pasti torayib qolgan. Biz siydik nayini ham to'lig'icha mana ajratib oldik hozir. Endi mana to'g'ri ichakning cho'lpog'i 5 santimetr bo'lib, hozir biz endi bu yerda kolorektal anastomoz qo'yish operatsiyasini bajaramiz. Mana bizani bu yoqdan to'g'ri yo'g'on ichagimizning cho'lpog'i, mana hozir kolorektal anastomoz qo'yamiz. Va operatsiyamizda limfa disseksiya D2 bo'yicha hamda o'ng va chap chov sohalari limfalarini disseksiya qilib oldik.